Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oyning o'zidayoq yangi tekshiruvga tushishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz pensiya olayotgan yaqinimiz bor. Agar hujjatda bitta raqam noto'g'ri bo'lsa, agar yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, agar bank kartasi yoki nafaqa oluvchi shaxs ma'lumotlarida farq chiqsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlar xavotir olish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak va tekshiruvdan qanday muammosiz o'tish mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulidan, asabidan va vaqtidan yutadi. Avval pensiya tizimida ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, mahalla ma'lumotnomasiga, eski mehnat daftarchalariga, pensiya jamg'armasidagi arxiv papkalariga bog'liq edi. Pensioner har oy pulini bank kartasidan olardi yoki pochtacha orqali naqd olardi. Agar odamning hujjatida kichik xato bo'lsa ham, ba'zan bu yillar davomida bilmasdan qolardi. Masalan, pasportda tug'ilgan sana 1957 yil deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida esa 1957 yil deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin ayrim ish staji hujjatlarida eski familiya qolgan bo'ladi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalari, ichki ishlar, soliq, bandlik bank, mahalla va boshqa tizimlardagi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Maqsad pensionerni qiynash emas, balki pensiya to'lovlari qonuniy, aniq va o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash. Lekin amaliyotda shunday bo'ladiki, tekshiruv boshlanganda eng ko'p muammo aynan yoshi katta insonlarda chiqadi. Chunki ularning hujjatlari Sovet davridan qolgan, ayrimlari eski arxivlarda. Ayrimlarda yozuvlar qo'lda to'ldirilgan, ayrimlarda imlo xatolari bor. 1900 yildan 1935 yilgacha tug'ilganlar deganda biz juda katta guruhni nazarda tutyapmiz. 1930 yilda tug'ilgan odam bugun juda katta yoshda. 1935 yilda tug'ilganlar esa pensiya, yoshga yaqinlashgan yoki ayrim hollarda imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, harbiy yoki maxsus staj asosidagi to'lovlarga aloqador bo'lishi mumkin. Shu sababli bu tekshiruv faqat pensiya olayotganlar bilan cheklanib qolmasligi pensiyaga chiqish arafasidagi fuqarolarga ham ta'sir qilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerakligini aytaman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1930-1965 yillar oralig'ida tug'ilgan bo'lsangiz va pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirib qo'yish shart. Ayniqsa pensiya bank kartaga tushsa, karta boshqa odam qo'lida bo'lsa. Pensioner doimiy yashash joyida bo'lmasa, chet elga ketgan bo'lsa, vaqtincha boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsa, bularning hammasi savol tug'dirishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida 1928 yilda tug'ilgan otaxon bor. U pensiyasini har oy bank kartasi orqali oladi. O'zi qishloqda yashaydi, lekin kartasi shaharda ishlaydigan o'g'lining qo'lida. O'g'li har oy pulni yechib otasiga olib boradi. Bu oilada yomon niyat yo'q. Hammasi odatiy. Lekin tizim tekshiruv qilganda bank amaliyotlari boshqa hududda bo'layotganini, pensionerning o'zi esa boshqa joyda ro'yxatda turganini ko'rish mumkin. Bu darhol pensiya to'xtaydi degani emas, lekin pensionerdan shaxsini tasdiqlash, tirikligini va to'lovni o'zi olayotganini aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Ikkinchi misol. 1955 yilda tug'ilgan ayol kishi pensiyaga chiqqan. Uning mehnat staji 31 yil deb hisoblangan. Lekin eski mehnat daftarchasida bir joyda familiyasi Karimova, boshqa joyda Karimov deb yozilgan. Yana bitta korxona nomi o'zgargan. Arxiv ma'lumotida esa yangi nom bilan ketgan. Elektron solishtirishda tizim bu bir xil shaxsmi yoki boshqa shaxsmi degan savol chiqarishi mumkin. Natijada ayoldan nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ish joyidan arxiv ma'lumotnomasi so'raladi. Agar bu hujjatlar tayyor bo'lsa, masala tez hal bo'ladi. Agar tayyor bo'lmasa, odam idorama-idora yurib qoladi. Uchinchi misol. 1932 yilda tug'ilgan fuqaro hali yoshga doir pensiyaga to'liq chiqmagan,
lekin nogironlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladi. Uning tibbiy xulosasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Eski tizimda ayrim ma'lumotlar qo'lda yangilangan, hozir esa elektron bazada muddat aniq ko'rinadi. Agar komissiya xulosasi yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlanishi mumkin. Bu yerda muammo pul berishni xohlamaslikda emas, hujjatning amal qilish muddati tugaganida. 4-misol. 1938 yilda tug'ilgan buning pasporti yoki ID kartasi yangilanmagan, yashash manzili esa eski uy bo'yicha turibdi. U hozir qizining uyida yashaydi. Mahallada hamma biladi, qarindoshlar ham biladi. Lekin rasmiy tizim qarindoshlarning gapiga emas, hujjatga qaraydi. Agar manzil, shaxsiy ma'lumot, tug'ilgan sana, JSHS yer yoki pasport rekvizitlarida farq bo'lsa, pensiya bo'limi aniqlashtirish so'rashi mumkin. Shuning uchun yosh katta insonlarni uyda o'tiravering, hech narsa bo'lmaydi deb tashlab qo'ymaslik kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning ID kartasi yoki pasporti amalda bo'lsa, bank kartasi o'z nomida bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash manzili rasmiy ro'yxatda to'g'ri bo'lsa, mehnat staji hujjatlarida farq bo'lmasa, so'nggi yillarda pensiya bo'limidan hech qanday chaqiruv yoki xabar kelmagan bo'lsa, odatda jiddiy xavotirga asos yo'q. Lekin baribir hujjatlarni bir marta ko'zdan kechirish foydali. Men doim aytaman, muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan 30 daqiqa vaqt ajratib tekshirgan yaxshi. Bu tekshiruvda odatda bir nechta asosiy yo'nalish bo'ladi. Birinchisi, shaxsning o'zi haqiqatan ham pensiya oluvchimi, tirikmi, boshqa davlatga doimiy ko'chib ketmaganmi? Ikkinchisi, pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Staj va ish haqi ma'lumotlari mosmi? Uchinchisi, to'lov oluvchi bank rekvizitlari to'g'rimi? To'rtinchisi, imtiyozlar asosli berilganmi? Masalan, urush qatnashchisi, front o'rta mehnatkashi, nogironligi bo'lgan shaxs, zararli mehnat sharoitida ishlagan fuqaro kabi toifalarda har bir imtiyozning hujjatli asosi bo'lishi kerak. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Tekshiruv degani har doim jazolash degani emas. Ko'p odamlar tekshiruv bo'lsa, demak pensiyani kamaytirishmoqchi deb o'ylaydi. Aslida tekshiruv natijasida ayrim fuqarolarning pensiyasi oshishi ham mumkin. Oldin hisobga olinmagan ish staji topilsa, arxivdan qo'shimcha ish haqi ma'lumoti chiqsa, ayol kishining bola parvarishi davri yoki ayrim qonuniy davrlar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisob-kitobda pensiya ko'payishi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik jihat, eski mehnat daftarchasidagi har bir yozuv ham avtomatik ravishda stajga kiravermaydi. Unda ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona muhri va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chib ketgan, muhr ko'rinmay qolgan, san noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Masalan, odam 1978 yildan 1996 yilgacha zavodda ishlaganman deydi. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Agar arxivda buyruq nusxasi topilsa, muammo hal. Agar zavod tugatilgan, arxiv topshirilmagan bo'lsa, ish sud tartibida yoki boshqa dalillar asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensionerning chet elga chiqishi. Ba'zi oilalarda ota yoki ona bir necha oyga farzandlari yoniga boshqa davlatga ketadi. Pensiya esa bu yerda kartaga tushaveradi. Bunda davlat qonunchiligida belgilangan tartiblar bor. Doimiy yashash uchun ketganmi yoki vaqtincha mehmonga ketganmi? Ro'yxatdan chiqqanmi yoki yo'qmi? Bular farq qiladi. Agar odam vaqtincha ketgan bo'lsa, odatda hujjat bilan tasdiqlash mumkin. Lekin doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya to'lov tartibi ham alohida ko'rib chiqiladi. To'rtinchi nozik jihat. Vafot etgan pensioner nomiga pul tushishi. Bu eng jiddiy masalalardan biri. Ba'zan oilada kishi vafot etadi, lekin yaqinlari bank kartadan pul yechishda davom etadi. Kimdir buni bilmasdan qiladi. Kimdir baribir bizniki edi deb o'ylaydi. Lekin qonun nuqtai nazaridan vafot etgan shaxs nomiga asossiz tushgan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun oilada pensioner vafot etsa, tegishli idoralarga vaqtida xabar berish kerak. Aks holda keyin qarindoshlar ortiqcha to'lovni qaytarish, tushuntirish yozish, bank va pensiya bo'limiga qatnash bilan ovora bo'ladi. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, nogironligi bo'lsa, farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida pul olishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati notarial tasdig'i. Undagi vakolatlar aniq bo'lishi shart. Men onamning o'g'liman, shuning uchun pulni olsam bo'ladi.
degan yondashuv rasmiy tizim uchun yetarli emas. Bank ham, pensiya organi ham hujjat so'raydi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, yangi ishonchnoma qilish kerak bo'ladi. 6-nozik jihat: nogironlik, parvarish, boquvchisini yo'qotganlik kabi to'lovlarda oilaviy holat o'zgarishi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa olayotgan shaxs o'qishni tugatgan bo'lishi mumkin, lekin ma'lumot yangilanmagan. Yoki parvarish puli olinayotgan odamning holati o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda tekshiruv savol tug'diradi. Yana bir misol: pensioner nogironligi sababli qo'shimcha to'lov oladi, lekin tibbiy qayta ko'rikdan o'tish muddati kelgan. Agar u kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat: yashash manzili va mahalla ma'lumotlari. Ko'p pensionerlar ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashaydi. Masalan, Samarqandda ro'yxatda, lekin qishda Toshkentdagi farzandining uyida turadi. Buning o'zi qonunbuzarlik degani emas. Lekin pensiya bo'limi pensioner bilan bog'lana olmasa, mahalla uni topa olmasa, telefon raqami ishlamasa, tekshiruv cho'ziladi. Shu sababli telefon raqami, yashash manzili va aloqa uchun yaqin qarindosh ma'lumotlari yangilangan bo'lishi juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam: pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, imtiyoz hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy bilet yoki xizmat hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatlarning nusxasini alohida pappaga solib qo'ying. Asl nusxani esa begona odamga bermang. Ikkinchi qadam: hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sanani solishtiring. Masalan, pasportda Abdullayeva Muhabbat Jo'rayevna deb yozilgan. Mehnat daftarchasida Abdullayeva Muhabbat Jo'rayevna bo'lishi mumkin. Lotin va kirildagi farqlar odatda tushuntiriladi. Lekin sana, familiya yoki otasining ismidagi jiddiy farq bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ayollarda nikohdan oldingi familiya alohida ahamiyatga ega. Agar mehnat staji qiz familiyada bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini ko'rsatuvchi hujjat tayyor tursin. 3-qadam: yashash manzilini aniqlang. Pensioner qayerda ro'yxatda? Amalda qayerda yashayapti? Mahalla raisi yoki mas'ul xodim pensionerni taniydimi? Telefon raqami ishlaydimi? Agar pensioner yura olmasa, mahallaga va pensiya bo'limiga buni tushuntirish kerak. Ayrim hollarda mas'ul xodimlar joyiga chiqib o'rganishi mumkin. Buning uchun vaziyatni yashirmasdan aniq aytish kerak. 4-qadam: bank kartasi va to'lov holatini tekshiring. Pensiya qaysi bankka tushyapti? Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma kimning telefoniga ulangan? Karta yo'qolmaganmi? Ba'zi pensionerlar kartaning muddati tugaganini bilmaydi. Keyin pul tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida karta yangilanishi kerak bo'ladi. Bankka borganda pensionerning o'zi borishi yaxshi. Agar bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma masalasi hal qilinadi. 5-qadam: pensiya bo'limiga oldindan murojaat qiling. Siz yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga borib, ma'lumotlarimni tekshirtirmoqchiman, hujjatlarimda farq yo'qmi? Pensiya to'lovim bo'yicha kamchilik ko'rinmayaptimi deb so'rashingiz mumkin. Bunda janjal qilish, baland gapirish shart emas. Masalani tinch tushuntiring. Xodimdan qanday hujjat kerakligini yozib berishni so'rang. Og'zaki aytilgan gap esdan chiqadi, yozib olingan ro'yxat esa ishni yengillashtiradi. 6-qadam: agar hujjat yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, ishlagan yillari, lavozimi, familiya o'sha paytda qanday bo'lganini aniq yozish kerak. Masalan, 1976 yildan 1974 yilgacha Farg'ona to'qimachilik kombinatida tikuvchi bo'lib ishlagan davrim bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Shunday aniq yozilsa, arxiv xodimiga ham topish osonroq bo'ladi. 7-qadam: agar pensioner yosh katta bo'lsa, barcha ishni uning nomidan qarindoshlar tartibli olib borsin. Lekin hujjat topshirishda vakolat masalasi muhim. Oddiy maslahat olish uchun farzand bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ariza, pul olish, shaxsiy ma'lumotga kirish masalalarida ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun notariusdan ishonchnoma qilish kerakmi yoki yo'qmi? Oldindan aniqlang. 8-qadam: hech kimga pul bermang.
pensiyangiz tekshiruvdan o'tishi uchun yordam beraman. Bazadan o'tkazib qo'yaman. Navbatsiz hal qilib beraman degan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'ladi. Rasmiy xizmat bo'lsa, idoraning o'zida ko'rsatiladi. Pensiya masalasi bo'yicha eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, bank, mahalla va rasmiy arizalar orqali harakat qilishdir. Telefon orqali kelgan noma'lum xabarlarga ishonib karta raqami, SMS kod, PIN kod bermang. Ayniqsa yoshi katta insonlar aldanib qolishi oson. Shuning uchun farzandlar bu masalada xushyor bo'lishi kerak. 9-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa, vahimaga tushmang, sababini yozma ravishda aniqlang. Nega pul tushmadi degan savolni bankdan ham, pensiya bo'limidan ham tekshirish kerak. Ba'zan bank kartasi muammosi bo'ladi. Ba'zan hujjat tekshiruvi, ba'zan texnik kechikish. Siz pensiyam qaysi sababga ko'ra to'lanmadi, uni tiklash uchun qanday hujjatlar kerak deb yozma javob so'rashingiz mumkin. Yozma javob keyingi harakat uchun asos bo'ladi. 10-qadam. Har bir topshirilgan hujjatning nusxasi va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi sizda qolsin. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini yozib oling. Kim qabul qildi, qachon qabul qildi, qaysi hujjatlar ilova qilindi. Bularni daftarga yozib boring. Oddiy daftar ko'p muammoni hal qiladi. Chunki keyin men topshirgan edim degan gap o'rniga aniq sana va raqam bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, pensionerning o'zi bilan suhbat qiling. Ko'p farzandlar ota-onasining qayerda ishlaganini, qaysi yillarda, qaysi korxonada bo'lganini bilmaydi. Ota-onangizdan hozir so'rang, qaysi zavodda ishlagansiz, qaysilarda? Familiyangiz o'zgarganmi? Eski hujjatlar qayerda? Bu savollar bugun oddiy tuyuladi, lekin ertaga pensiyani qayta hisoblashda juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. 1960-1965 yillarda tug'ilgan insonlarning hujjatlari ko'pincha turli davrlardan o'tgan. Kiril yozuvi, lotin yozuvi, sovet pasporti, eski propiska, korxona tugatilishi, arxiv ko'chishi, familiya o'zgarishi. Urushdan keyingi yillar, kolxoz va sovxoz davridagi ish staji kabi omillar bor. Shuning uchun bu yosh toifasida tekshiruv vaqtida savollar ko'proq chiqishi tabiiy. Lekin savol chiqish fojia emas, asosiysi. Hujjatni tartibga keltirish va rasmiy yo'l bilan javob berish. Xulosa qilib aytsam, shu oyda pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaysa, bundan qo'rqish emas, tayyor turish kerak. 1970-yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar va ularning yaqinlari pasport, ID karta, mehnat daftarchasi, bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma, arxiv ma'lumotlari va imtiyoz hujjatlarini ko'zdan kechirsin. Hujjatlarda farq bo'lsa, uni vaqtida to'g'rilashga harakat qiling. Pensioner yura olmasa, qarindoshlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, rasmiy tartibda yordam bersin. Eng muhimi, noma'lum odamlarga ishonmang. Karta ma'lumotlarini bermang. Har bir murojaatni hujjat bilan qiling. Shunda tekshiruv ham ancha oson o'tadi. Pensiya to'lovi ham asossiz kechikib qolmaydi. Sizning oilangizda ham 1970-1915 yillar oralig'ida tug'ilgan pensioner bormi? Hujjatlarda muammo chiqqanmi yoki hammasi joyidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta muammodan saqlanib qolishi mumkin.